Siydik napor pasayib ketdimi? Kechalari tez-tez peshobga borish holati kuzatilyaptimi? Kun davomida peshobda so'ng tomchilab qolish holatliklari bormi? Yoki peshobdan so'ng to'liq peshob qilib bo'lmaganlik hissiyotlari bo'lsa, qorinning pastki qismlarida og'riq, diskomfort holatliklari bo'lsa, ba'zi bir holatda siz umuman peshob qila olmay qolishligingiz peshob sizga o'sha og'irlik, diskomfort beradigan bo'lsa, sizda adenoma bezi, gipoplaziya prostatangiz, ya'ni prostata bezini kattayishligi, uni hajmi o'zgarishligi va undan kelib chiqadigan siydik yo'llardagi muammolar kuzatilyapti. Bunaqa holatni cho'zib yuraversangiz, muammo kattalashib ketaveradi. Ba'zida esa sizni hayotingizni yaxshi tarafga o'tkazishlik uchun 1 soatlik operatsiya, lazer yordamida yoki transurethral rezeksiya yordamida prostata bezidagi shu o'sishlikni olib tashlab, sizni hayotni yorqin tarafga o'tkazsa bo'ladi. Bu shikoyatlar ko'pincha yuqori yoshdagi erkaklarga bo'ladi. Agar siz yosh bo'lsangiz va bu shikoyatlar bo'lsa, unda tezda urolog borasiz. Yuqori yoshdagi do'stlarimizga esa yoshim o'tdi, men qaridim, menda bu muammolar oddiy holat deb yurishlik ham noto'g'ri. Har qanday muammoni o'z vaqtida aniqlansa, davolash osonroq, muammoni hal qilish osonroq bo'ladi. Shuning uchun o'zingizni, yaqinlaringizni tekshirtirib turing. Agarda ota-onangizda bu muammolar kuzatiladigan bo'lsa, onalarda ham bu muammo bo'lishi mumkin. U yerda prostata bezi sababli emas, siydik pufakdagi muammolar sabab. Ikkala holatda ham shikoyatlar bir-biriga o'xshash bo'lishi mumkin. Kasallik albatta har xil, davolash har xil, lekin davolaydigan inson urolog bitta. Do'stlar, o'zingizga, sog'lig'ingizga bee'tibor bo'lmang. Like va kommentariy sizdan. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr.